Amerikaga 10 yillik ishchi viza berilyapti. 7 million paloncha mingta ish o'rni ochildi. Taksistlik, qurilish, ko'tqashlash, tirnoq olish, burun kavlash sohalarida deb ati bekordan samolyotlar olmadi. Mana O'zbekiston deb ashi samolyot olganda ham o'zining ashi gapiga, mashinnilik sxemasiga odamlarni ishonchi ko'proq kirish uchun ashini ham gapirib o'tyapti. Ya eng qizig'i meni faceimdan foydalanibdi. Ya'ni hali videosim prosmotrlari ko'proq yig'sin deganmi, meni roziligimni olmasdan mayli olsin videoyimni qo'ysin, lekin unaqa kidala sxemalarga meni aralashtirmasin. Babuinlar sizlarga rahmat. Ya'ni kimlar meni lichkamga tashladinglar, aka shu gap rostmi deb o'ylandinglar. 40 mingtacha sodda odam kommentariyaga huy so'zini qoldiring desa, hamma huy deb kommentariy yozib yotibdi. Ishonishyapti. Ertaga ashlarga yana bir ikkita video qilsa ular, mana o'sha sekin podogref qilib turib, boshlandi, davay $1000 berasizlar desa, odamlar ketadi $1000 bilan. Mana sizga pul deb ertaga kiydirib kelsa, keyin bunga qo'lini tiqib yurishadi, qani meni pulim deb. Akalar, hech narsa o'zgargan yo'q. Hozir shunaqa gap so'zlar bor, ya'ni O'zbekistondan Amerikaga kelish uchun turistik hamda biznes vizasini 1 yilga berardi. Juda ham qiyin beradi. Hozir ham juda ham qiyin beradi. Xuddi shu vizani endi 10 yilga berib ko'rish imkoniyatini ko'rib chiqyapti. Рассматривать qilyapti xolos. Bu hech narsa o'zgarmaydi, faqat 10 yilga beriladi xolos. Qanaqadir delovoy ish bilan keladigan bo'lsanglar, biznes sohasi bo'yicha yoki turist bo'lib keladigan bo'lsanglar, juda qiyin beriladi. Oson beriladigan narsa emas. Millionta dokument pulinglar daxoya bo'lishi kerak. Ishonmanglar, unaqa musor tashkilotlarga meni faceimdan ham foydalanib turib, sizlarni masalan aldab pulinglarni olaman deydigan kidalalarga. Babuinni gapini eshitsanglar, ancha pulinglar hamda nervlarni ekonom qilasizlar akalar.